buyursin deyishadi. Albatta har millat har xil yo'lda pul topib sarf qiladi. Bu borada ko'pchilik bilmaydi ya biladi. Ruslar pul topsa agar dengizlarga borarmish, oftobda zagar olib davron surarmish. Qozoq agar pul topsa qo'y qo'zi tuyoq qilar, koreys qalampir damlab, arman shashlik sotadi, yevrey paketni pullab maza qilib yotadi. Gruzin uzum ezib vino qilar boshqalab, Xitoylar yangi fikr, qirg'izlar qirmastalab. Afrikaning negri banan yedi yotib olib, afg'on qurol dardida, hindlar kinoda g'olib. O'zbek pul topsa agar nima qiladi degan savol tug'iladi. O'zbek xalqiga bitta qarshi aytib beringlarchi. O'zbek pul topsa agar rosti shoshib qoladi, xotinini ustiga darrov xotin oladi. Keyin yuradi, ikkita xotin oldimi, boshim qoldi baraga, qay ahvolga tushganim ayon yolg'iz xudoga. Buyum olsam biriga, biri g'ingshib qoladi. Sabr qilib tur desam, kapkir bilan soladi. Ikkisida 4 tadan 10 ga yaqin bolam bor. Xolam aytar jiyanjon, bolalaring it mushuk, bir ikkitasi dabdala, 3-4 tasi g'irt shumshuk. 40 ga yetmay qayrilib kamon bo'lib qoldim men. Ey xudojon, qaydanam ikkita xotin oldim men. Umrim zavol ketdi bu xotinlarning dastidan. Uylanibman qiziqib bitta baland pastidan. Baland bo'yli xotinim o'xshar xuddi ilonga. Past bo'ylisi yoronlar dars beradi shaytonga. Jon akalar nasihat qilay, quloq solinglar. Jinni bo'lmay desalaring, bitta xotin olinglar deb. Bir xotinlik akalar bormi darada? Bitta qarsak chalinglarchi keling-kuyovlarga.